10-tamoyil. Biz daromadni hamkorlar sonidan emas, liderlardan ishlaymiz. MLM biznesida ko'pchilik bir narsani noto'g'ri tushunadi. Ular o'ylaydiki, daromad ko'p odam qo'shishdan keladi deb. Lekin haqiqat boshqa tomonda. Bu biznesda daromad odamlar sonidan emas, balki liderlar sonidan qoladi. Chunki oddiy hamkor ishlashi mumkin, ishlamasligi ham mumkin. Lekin lider jamoa quradi, odamlarni harakatga keltiradi va natija qiladi. Nega liderlar muhim? Tasavvur qiling, agar sizda 100 ta oddiy hamkor bo'lsa, lekin ular faol bo'lmasa, biznes harakat qilmaydi. Ammo sizda 5 ta kuchli lider bo'lsa-chi, ular o'z jamoasini qurishni boshlaydi. Natijada jamoa o'sadi, tizim ishlaydi, daromad barqaror bo'ladi. MLM biznesining haqiqiy formulasi bu biznesning asosiy vazifasi odam qo'shish emas, lider tayyorlashdan iborat. Chunki bir lider o'nlab hamkorlarni harakatga keltiradi. Bir kuchli lider butun jamoani o'sishiga olib keladi. Lider nima? Haqiqiy lider imkoniyatni tushuntiradi, odamlarni ruhlantiradi, jamoani birlashtiradi, tizimni esa harakatga keltiradi. Shuning uchun MW Airlife'da eng katta vazifa liderlarni yetishtirishdan iborat. Xulosa o'rnida MLM biznesida hamkorlar soni faqat statistika, liderlar soni haqiqiy natija hisoblanadi. Shuning uchun haqiqiy liderning vazifasi ko'p odam yig'ish emas, ko'p lider yetishtirishdan iborat. Chunki liderlar ko'paysa jamoa o'sadi, jamoa o'ssa albatta daromad o'sadi.